Otabek aka, necha yildan beri minglab operatsiyalar qilgansiz-ku. Birinchi qilgan operatsiyangiz esingizdami? Aytib bering. Birinchi qilgan operatsiyam esimda. O'rtog'imni operatsiya qilganman, ismini aytmayman. Ismini aytsam xafa bo'lib qolishi mumkin. O'qishni bitirib, malaka oshirishga kirganimizdan keyin ikkinchi yil edi. O'sha o'rtog'imni burnida muammosi bo'lgan, nafas olishim qiyin dedi. Keyin ko'rdim, burni qiyshiq. Uni imkoniyati yo'q. U ham menga o'xshagan student. Men ham o'sha payt studentman. Bannisada, birinchi go'rbannisada o'qirdik o'sha payti. Keyin gaplashdik, uni operatsiya qiladigan bo'ldik. Operatsiya to'lovini olmaydigan bo'ldik. Ustozimiz bo'lardi. Baraka topsinlar. Ustozimiz bilan gaplashib, shunaqa ustozimiz o'rtog'im bor, operatsiya qilmoqchiman, burnini nafas olishga qiynaladi, shunga siz yordam bering, biz operatsiyani boshlab turaylik dedik. Sheriklarim ham bor orada. Bo'ldi ustozim, mayli, faqat ehtiyot bo'linglar, meni nazoratim ostida boshlaysizlar dedi. Qo'lladi qilib boshladik operatsiyani. Operatsiya o'zi ham 3 ta yana 2 ta o'rtog'imiz bor. 3 kishi operatsiya qilyapmiz. Men ukol qilishni boshladim, keyin sherigim kesishni boshladi. Shu bilan operatsiya bir 3,5 soat bo'ldi, Rosman akam. 3,5 soat, 4 soat davom etdi. Hozir maqtanib qo'yay. Anesteziya men qilganman. 3,5 soat, lekin o'sha o'rtog'im hiqitmagan. Og'riq bo'lmasa ham yo'q, og'rimayapti degan. Rosa bajarganmiz operatsiyani. Keyin oxiri chaqirib ustozimizni, ustoz shunaqa qilib ko'rib bering operatsiyani dedik. Zo'r bo'ldi, ko'rdilar. Bir ikkita joylarini, kamchiliklarimizni to'g'riladilar. Undan keyin tugadi. Palataga oldik, ertalab uyga ruxsat berdim. Keyin undan keyin ham pervaskaga kelgan. Operatsiya zo'r bo'lgan, haqiqatan yaxshi bo'lgan ekan. Operatsiyadan keyin o'zi ham aytadi. O'zi videoda ko'rib turgan bo'lsa, like bosadi albatta. Meni hayotimda xirurgiyada kirishdi eng birinchi mana shu bosqich deb o'ylayman-da. Hech qanaqasi esimga ketkiza olmayman bunaqa jarayonni. Hali ham yodimda. O'shani o'rtog'imni ko'rsam kulaman, qalay, buni yaxshimisa, mana zo'r rahmat, baraka top duo qilib qo'yadi.